Kosmetologiya sohasi inson, ayniqsa ayollar go'zalligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Bu san'at va ilm-fan, tibbiyot hamjihatlikdagi soha bo'lib, ushbu sohaga murojaat qiluvchilar safi kun sayin ortmoqda. Zamonaviy kosmetologiya mutaxassislari ilg'or texnologiyalar va ilmiy yutuqlardan foydalanib, shaxsiy parvarish uslublarini ishlab chiqish, bu jarayonda ayollarning individual ehtiyojlarini inobatga olishni o'z oldlariga maqsad qilib qo'ygan. Bu sohadagi mutaxassislar teri turlari va muammolarni aniqlashdan tortib, eng samarali davolash usullarini tanlashgacha bo'lgan keng ko'lamdagi xizmatlarni taklif qilishadi. Shuningdek, kosmetologiya sog'lom turmush tarzini qo'llab-quvvatlash va o'z-o'ziga ishonchni oshirishda ham muhim rol o'ynaydi. 14 yillik tajribaga ega dermatokosmetolog Simbat Asanova ana shu sohaning yetuk mutaxassisi. 1999-2006 yillarda Toshkent pediatriya tibbiyot instituti Nukus filialida ta'lim olib, 2006-2008 yillarda dermatologiya va tibbiy kosmetologiya yo'nalishida Toshkentda klinik ordinaturani o'tagan Simbat Asanova ineksiyali dermatokosmetologiya bo'yicha ixtisoslikka ega bo'lib, Qoraqalpog'iston tarixidagi birinchi vrach-kosmetologga aylandi. Lavhamiz qahramoni hozirda o'z xususiy klinikasini tashkil qilib, samarali faoliyat yuritmoqda hamda xalqimizga xizmat qilmoqda. U turli yillar davomida Koreya, Birlashgan Arab Amirliklari, Turkiya, Ozarbayjon, Dog'iston, Germaniya, Isroil kabi turli mamlakatlarda ishlab, o'z bilim va ko'nikmalarini oshirdi. Ayni paytda Simbat Asanova o'zining xususiy tibbiy kosmetologiya klinikasida shaxsiy amaliyot bilan shug'ullanib, boy tajriba va bilimlarini yosh kosmetologlarga o'rgatib, ko'plab shogirdlar tayyorlamoqda. Uning dermatokosmetologiya rivojiga qo'shgan hissasi va yangi mutaxassislarni tarbiyalashga bo'lgan ishtiyoqi qahramonimizni tibbiyot hamjamiyatida va jamoatchilik orasida qadrli mutaxassisga aylantirdi. Uning tashabbusi bilan Qoraqalpog'istonda kosmetologiyaga oid seminarlar o'tkazilib, bo'lg'usi mutaxassislarning sohaga oid bilim va ko'nikmalarini oshirishga sharoit yaratilmoqda. Bunday tadbirlar kosmetologiyaning turli jihatlari bo'yicha chuqur bilim olish, yangi texnika va usullarni o'rganish imkonini beradi. Seminarlarda ishtirokchilarga kosmetologiya haqida batafsil ma'lumotlar berilib, ishtirokchilarning sifatli ta'lim olishlari uchun sharoitlar yaratilmoqda. Simbat Asanova 7-may kuni Nukus shahrida Qoraqalpog'istonda birinchilardan bo'lib, kosmetologiya bo'yicha bepul seminar tashkil qildi. Seminarlarni o'tkazishdan asosiy maqsad yosh mutaxassislarning kosmetologiya sohasidagi bilim darajasini va malakasini oshirishga ko'maklashishdir. Ushbu bepul seminarning tashkil etilishi ishsiz ayollarning bandligini ta'minlash va daromadlarini oshirishga ham xizmat qiladi. Bundan tashqari, kelgusida tashkil qilinadigan o'quv kurslariga tinglovchilarni saralash vazifasini ham bajaradi. O'quv kurslarini muvaffaqiyatli tamomlagan va bilim hamda malakasini tasdiqlovchi sertifikat olgan mutaxassislar safining ko'payishi esa kosmetologiya sohasida xizmat ko'rsatish sifati va darajasining oshishiga zamin yaratib, mijozlarga yuqori darajada xizmat ko'rsatish imkonini beradi. Seminar dasturi kosmetologiya sohasidagi so'nggi yutuqlar va tadqiqotlarni hisobga olgan holda ishlab chiqilgan bo'lib, ishtirokchilarga kelgusida yetuk mutaxassis bo'lish, o'z ish faoliyatini va shaxsiy biznesini boshlash bo'yicha zarur bilim hamda ko'nikmalarni berdi. Aytish joizki, jamiyatda ayollarning o'ziga bo'lgan ishonchi va o'zini qadrlash tuyg'ulari kosmetologiya orqali yanada mustahkamlanadi. Sifatli kosmetika va to'g'ri teri parvarishi ayollarga o'zlarini yanada go'zal va jozibali his qilishiga yordam beradi. Bu esa ularning ijtimoiy faolligi va kasbiy yutuqlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Men bugun Simbat kosmetologning seminarina, bepul seminarina qatnashib atirman. Bu seminarga qatnashib atirganimdan juda quvonchliman. Sebebi o'zim bilmagan bet kutimlar haqida to'liq ma'lumot olib atirman. O'zim bilmagan bet kutimlar haqida to'liq ma'lumot olib atirman. Bugun juda quvonchliman, sebebi kelesala bizlarga o'yin o'ynatdi. Barabanda kelgan vaqtda registratsiya qilib nomerlarimni yozib olib edi. Barabanda o'yin o'ynatdi. Nomerlarimni aylantirib, birinchi bo'lib mening nomerim chiqdi. Ham meni bepul massaj istedi ma'gan. Qizlarimizdan juda quvonchliman. Betim suxoy edi qattiqa. Ma'gan massaj ishlab o'tirgan vaqtda suxoy betga qanday kremlar foydalanuga bo'ladi, ne zat ishlatuga bo'ladi, hammasini to'liq konsultatsiya berdi ma'gan. Juda quvonchliman. Menda bu massaj kasbini qiziqaman, ham shu kursga yozildi niyat etib qo'yib edim. Meniki bugun Alloh nasib ettirdi. Men ham so massaj kasbini o'rganmoqchiman, ham shogirdlikka tushmoqchiman Simbat opaga. Sizlardan tavsiya etib, murojaat etib qolaman. Kosmetologiyaning ayollar go'zalligida tutgan o'rni nafaqat tashqi ko'rinishni yaxshilash, balki ularning
ruhiy holatga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Teri parvarishi va kosmetika bilan shug'ullanish jarayoni meditatsiyaga o'xshash bo'lib, stressni kamaytirish va o'zini yaxshi his qilishga ham yordam beradi. Ilm-fan rivoji tufayli kosmetologiya sohasida ham ilmiy tadqiqotlar kengayib bormoqda. Teri qarishi va uning oldini olish, yangi kosmetik mahsulotlarni ishlab chiqish, allergiya va teri kasalliklarini davolash kabi masalalarda zamonaviy kosmetologiya katta yutuqlarga erishmoqda. Mutaxassislar tomonidan teri salomatligi va go'zalligini ta'minlash uchun yangi usullar va mahsulotlar ishlab chiqilmoqda. Bu esa ayollarning turmush sifatini yanada oshirishga va ularning o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlashga xizmat qiladi. Seminarda ishtirokchilarga ana shu kabi ilmiy yutuqlar, sohaga oid yangi usullar haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Bugungi kunda kosmetologiya sohasining rivojlanishi bilan birga ayollarning jamiyatdagi roli ham o'zgarib bormoqda. Ularning go'zalligi va salomatligiga bo'lgan e'tibor kuchaygani sari bu soha yanada rivojlanmoqda. Ayollar endi faqatgina kosmetika iste'molchisi emas, balki bu sohadagi ilmiy tadqiqot ishlarida, mahsulot ishlab chiqarishda va kosmetologiya xizmatlarini ko'rsatishda faol ishtirokchi hamdirlar. Bu o'zgarishlar ayollarning ijtimoiy va iqtisodiy mustaqilligini oshirishga hamda ularning jamiyatdagi teng huquqliligini ta'minlashga yordam beradi. 14 yillik tajribaga ega dermatokosmetolog Simbat Asanova tomonidan tashkil qilingan mazkur bepul seminar nafaqat kosmetologiya sohasi uchun yosh kadrlar tayyorlashda, balki malakali mutaxassislar safi kengayishi orqali ayollarning hayot sifatini yanada yaxshilash hamda ularning jamiyatdagi mavqeini ko'tarishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bugun 7 may kuni biz bepul seminar o'tkazdik. Bu seminarda bizlarda teri kutumi bo'yicha maslahatlar berdik ayol qizlarimizga, qo'shimcha kosmetologiya bo'yicha maslahatlar berdik hamda kosmetolog bo'laman degan ayol qizlarimizga to'g'ri yo'l ko'rsatuvga harakat etdik. Hamma qizlarimizda kosmetolog bo'la oladi yoki qancha vaqtda u jeki isib keta oladi degan savollarga biz to'liq javob berdik. Qo'shimcha teri kutumi bo'yicha tip ko'jalarni ayirib ko'rsatib, qanday kutum bo'ladi har turli ko'jalarga sol bo'yicha tushunib berdik. Umuman aytganda savol-javoblar qildik. Qattiq qiziq savollar ko'p bo'ldi. Hammasini to'g'ri yo'l ko'rsatuvga harakat etdik. Qo'shimcha konsultatsiya seminardan keyin ham berishga harakat etdik. Umuman aytganda bugungi kunimiz yaxshi pozitivniy bo'ldi.